Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Assalamu alaikum hürmetli qarindaşlar. Men aldığım iki dersimde, Ailem Cennetim degan bir yurish dersinin aldığım iki dersde bir yigit özünün kelgüsü hemrahini qandaq tanlash kerak degan dersimde bu tanlamoqchi bo'lgan qizda 10 sifatning tepilishi muhim dedik. Yani bazı yigitlerimiz deyish mumkin. Bundaq 10 sifat tepilgan, 10 şart tepilgan kız bizge ne diken deyish mumkin. Qarindishim, oldi bilan siz Allah subhanahu wa ta'aladan yordam talab qilib, ondan qattiq tirishib izdisiniz, chuqur bu qizlar chiqadi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Laysa lil insani illa ma sa'a" dedi. İnsan tirishqan narsasini erishidi, tirishqan narsasini topalaydi, tirishqan narsaga qo'lga keltira oladi dedi. Yani kelib biz bu 10 sifat to'liq tepilmay qolsimi, şu 10 sifatning biri ikkisi 20 yoti bo'lib qolsimi, yoki dedik har bir sifatga 10 numar bersak, 100 numar 90 bo'lib qolsa mayli, 80 bo'lib qolsa mayli, 75 bo'lib qolsa mayli, 70 bo'lib qolsa mayli, 65, 60 bo'lib qolsa bo'ldi, uning tuvanga tushib ketmay so'randi qanday. Mesela aldığındaki Müslüman buluş süpüte bundan qat'iy voz kechgan bo'lmaydi. Başka süpetlarda mesela pakizlik deymiz, itaatçan deymiz, az dolu bunda bo'lib qolsin, bo'ladi qarindoshlar. Lekin qattiq tirishib, o'zidan 10 shartni hozirlagan qizga erishish kerak. Mush yo'lda qanchalik tirishchanlik ko'rsatsak, mush qilgan ishimiz Alloh rizoligi uchun bo'ldi. Bizga ajr, savob yozildi qarindoshlar. Ikkinchidan, bu islom ummatiga, Uyg'ur musulmonlarga qattiq bir cho'ng xizmatni taqdim qilgan bo'lamiz. Xo'sh, endi o'g'illarningki o'ziga qiz tanlashi shundan muhim bo'lsa, qizlarning o'ziga yigitni loyiqida o'lchamlik tanlashi texmi muhim, texim xatarlik. Chunki o'g'illarningki bir qatim to'y qilib qo'ygan o'g'illarning bir qatim to'y qilib qo'ygan qizlardan to'y qilish fursati ko'p qarindoshlar. Qiz bir qatim to'y qilib qo'ygandan keyin yana bir qatim to'y qilish fursati o'g'illarda bo'lmaydi. Qiz degan go'har, qiz degan angushtar, qiz degan üzülmegen gül. Şunun için qizlarimiz o'g'il tanlashda qattiq diqqat qilish kerak. Men singlimga deyman. Pallanning ayoli, pustanning ayoli deb ismingiz ismi bilan qo'shilib chaqirilgan yigitni qanday tanlaysiz? Kelgusda yurak parangiz, avlodlaringizning dadis bulduğan bu yigit kim? Pijg'irim issiqda sizga sahip bo'ladigan, qahardan, zimiston, sovuqda illiqlik bilan sizni qo'yniga oladigan, sizga mehribonlik, kuyimchanlikni yetkazadigan yigit o'zida qanday shartlarni hozirlash kerak? Allah yolunda kolunu kolu tutup sizni cennetke başlaydıgan, sizni Allah'ın taatiga başlaydıgan, hemdemde bulduğan bu yigit qandoq bo'lish kerak? Bunu kızlarımız bölüş gerek. Hem de ata-analar, akılamı özünün yaxşı kızları, yaxşı singilleri bolsa, muş yaxşı singil, yaxşı kızını yaxşı yigitler uçurab qalsa, mening singlim ba deb bəsək to'y qilib qo'ysak bo'ladi qarindoshlar. Bu bir ayıp ish emas. Sizlar biz Shuayb alayhisalomdan afzal kishilar emas. Shuayb alayhisalom, Musa alayhisalom payg'ambar bo'lishdan ilgari Musa alayhisalom bilan uchrashgan vaqtda Musa alayhisalomning nihoyatda qovul, nihoyatda sog'lom, nihoyatda axloqliq, rus, diyonatlik bir yigit ekanligini ko'rib nim dedi? Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatay hatayn. Men sana ash ish qizimdan birini beray deyman, nikohlab qo'yay deyman deb Shuayb alayhisalom Musa alayhisalom o'zining qizini bir dog'liqni tashabbuskorlik bilan o'tirib qo'yib dedi qarindoshlarimiz. Yaxshi yigitlar, taqvo, solih, shart tepildigan, biz o'ylagan yigitlar bo'lib qolsa, yaxshi qizlarimizdan shularga chetib qo'yishga biz tashabbuskorlik rol o'ynasak bo'ladi. Sizlar biz Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhudan afzal emas.
Umar ibn Hattab radıyallahu anhu kızı Hafsa'nın iddi tutuşkandan keyin Abu Bakr radıyallahu anhuga kızım muşundaq tulu qaldı, sen bir öylenigen barmı depti. Abu Bakr radıyallahu anhu gap qilmay yo'qolib ketdi. Şunun bilan Osman radıyallahu anhu'ningki qishiq berib, muşundaq mening qizim tulu uyda o'tirib qoldi, sen bir öylenigen barmı depti. Men bir o'ylashib baqay deb bir necha kundan keyin men o'ylab baqsam hozir shu o'ylanmay tursam bo'g'dak deb javob berdi. Umar radıyallahu anhu deydi: Osman'dan xafa oldum, lekin Abu Bakrdan bakra xafalab qoldim. Ko'ngli bir xil bo'lib qoldi. Chunki Osman hech bo'lmasa bir narsa javob berdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu javob bermadi deb shunda bir hafta o'tmay Hafsa radhiyallohu anhuni Rasululloh o'z amriga oldi. Olgandan keyin Abu Bakr Umar radhiyallohu bilan uchrashgan vaqtida: "Hey Umar, sen mana qizimni, qizing to'g'riliq men gap qilgan vaqtda men jim turib olsam, aqchamdan xafa olding-ku deyman. Mening jim turilishim men Rasulullah'ningki sening qizingni og'usi bog'liqini bilatdim. Men Rasulullah'ning taq bu ish aniq bo'lmagan, ham bu Rasulullah'ning sirini oshkorlashni xohlamadim deb Umar radhiyallohu anhuga tushuntirib bergan. Demak, Umar radhiyallohu anhu mo o'zining qizini Abu Bakr Umardek isil kishilarga bir ish uchun oldiga borgan qarindoshlar. Shuning uchun biz ata-onalar mana bu ishni qilsak bo'ladi. Endi qiz tegmoqchi bo'lgan yigitni tanlashda qaysi shartlar hozir bo'lish kerak degan bu shartlarni bayon qilishdan burun men shu to'y qilib bo'lgan onalarga bunda 3 xil nasihatim bor. Agar mumkin bu darsni anlab, belkim şeytan vesvese selib, bizning ahlimiz nimandaq bu sifatlar tepilmaydiganda, biz qanda agib qaldimiz deb bunda desana bo'lmaydi. Agar ahliringda siz o'ylagandek sifatlar tepilmay qolsa, birinchisi shu ahliringlarga namozda qattiq duo qilinglar. Alloh sizga duo qilsanglar, insonning qalbi Allohning ilkida shundalik o'ng'ishli qarindoshlar. İkincisi, hazırki ba yo'ldashinglar silninki nisivanglar. Silning qismatinglar. Buningga rozi bo'linglar. Ba'zi kitoblar shunday deyildi: agar bir insonga Lavhil Mahfuzni ko'rsatib, o'qa Lavhil Mahfuzni deb o'qisa, ya'ni insonlarning butun taqdiri yozilgan Lavhil Mahfuzni o'qisa, uni o'qib bakıp, ya Allah, mening hozirgi holatim eng yaxshi holatkan degan bo'ladi deydi. Ya'ni demak, hozirgi yo'ldashingizda mening mana shu yo'ldashim eng hozirgi men nisbatan eng esil yerimkan deb mushuna degan bo'ladi deydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bergan bu qismatdan rozi bo'laylik. Üçüncüsü, ayollarimiz her bir oilaga chuqum bir boshchi bo'lish kerak. Bir shirkatning mudiri bo'lgandek, bir davlatning rais bo'lgandek, bir oilada chuqum bir boshliq bo'ladi. Bu chuqum Shuning uchun ayollarimiz itoat qilish kerak. Konular shundaq deydi: sen eringga didak bo'l, ering sen uchun qul bo'ladi deydi. Demak, birinchisi duo qilaylik, ikkinchisi itoat qilaylik, uchinchisi Allohning bu bo'lgan nasibisidan, hozirgi erimizdan rozi bo'laylik. Bir qiz uchun loyiq tanlashda bu loyiqdimi bir necha shart tepilish kerak. Qizda tepilgan shartlardan shu shartlar tepilish kerak. Yigitda tepilishga tegishli bo'lgan birinchi shart bo'lsa, musulmon bo'lish kerak. Musulmon qizlarning u yigit qandoq yigit bo'lishdan qat'iy nazar, haqqoncha boy bo'lsin, haqqoncha chiroyli, qamlashgan qad-qomatli bo'lsin, haqqoncha nasabi oilasi esil oila bo'lsin, haqqoncha bilimlik bo'lsin, musulmon bo'lmaydi ekan. Qizlarimiz hargizmi bundaq yigitlar bilan to'y qilmaslik kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo qizlarimizga nim dedi: "Va la tunkihul mushrikina hatta yu'minu va la 'abdun mu'minun khayrun min mushrik." Ey musulmon qizlari, sizlar mushrik, ya'ni dinsizlar bilan
iymon etmoqchilik qat'iy to'y qilmanglar deb 7 qavat osmon arsh Allohning ustidan bu buyruq keldi. Shuning uchun qizlarimiz chuqum musulmon yigitlarga tegish kerak. Endi qanday yigitlarni musulmon deymiz? Eng aqallisi kalima shahodatni aytadigan, masjidga chiqib jamoat bilan 5 vaqt namoz o'qiydigan, iqtisodi bo'lsa zakot beradigan, Ramazon oylarida bir oy ro'za tutadigan, iqtisod imkoniyat yarbas haj qiladigan, mush aqallisi o'zida mana bu musulmondachilik shartlarini hozirlagan bir yigit bo'lish kerak. Chunki musulmon bo'lsa, bu yigit bu ayolning qadrini biladi. Bu ayolning o'zining ustidagi majburiyatlarini biladi, bu ayolning haqqini biladi. O'ylab baqilar qarindoshlar. Men bir vaqalikni bilaman. Bir qiz bir yigit bilan to'y qildi. To'y qilib bu qizni qattiq zulm qildi bu yigit. Shundan dadasi chidamay o'ttirga bir odamni tushirdi. Mushni bir chiroyliqcha arib qo'ysanglar. Ya chiroyliqcha uy tutsin, ya chiroyliqcha qo'yib bersin, biz bir pun talab qilmaymiz, ajrashib ketsin. Ma qizim mandaq bir aning qulda mandaq xo'rlansa men chidimidim, yurikim para olib ketdi degankin. Araq tushgan adam berib buning gap qilganini. Qarasa bu dindan jiroq. Dindan jiroq bir inson ekanda. Hay buni sen nima qilmoqchi? Uy tutqun bormisiz, yo'q uy tutqum yo'q. Unda o'z qo'yib bersa, yo'q men qo'yib bermayman. Nima ish qilsa o'ylab baqqan nima deydi? Men bu ayolni qo'yib bermay qiynab maqsadim dadisini oldimga kelib tizlandirmoqchi. Ya'ni qinotisini o'zining oldida tizlandirmoqchi ekan qarindoshlarimiz. Cho'qim erlarimiz, yigitlarimiz musulmon bo'lganda qizlarimiz anandan keyin tanlash kerak. Musulmon degan shundoq bir ayol o'tirsa datalash chiqib qolsa, qala Alloh mundaq degan, Rasululloh mundaq degan esa, u cho'qim jim turdi, shuning hukmiga rozi bo'ladi. Allohning hukmi, Rasulullohning hukmi eng odil hukmdir qarindoshlar. Shuning uchun islomni tanlash qizlarimizning bosh tortib olmaydigan majburiyati. O'ylab baqilar. Mush Ummu Sulaym onamiz, ya'ni Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning Rasulullohga kichigidan tortib Rasulullohning xizmatini qilgan, hatto Ummu Sulaym degan onamiz ash o'g'ilni 10 yoshda ya Rasululloh bo'lsin, xizmatini qilsin deb Rasulullohga berib o'tgan bir balaning onasi. Ana bu Ummu Sulaym onamiz asiz qolgan bir vaqtda Abu Talha radhiyallohu anhu iymon etishdan burun Ummu Sulaymning onamizga elchi bo'lib keldi. Ummu Sulaym sizni Alloh degankin, Ummu Sulaym onamiz turib ketib, Abu Talha sen isl odam, yaxshi odam, lekin men musulmon, sen kafir, ikkimiz to'y qilsak bo'lmaydi degankin, voy sen oltin kumush tillarga amaraqdan qo'y, kumush tillarga kun bitay aymoq takkan degankin, kumush tillaring lozim emas. Agar sen meni rasmiy alay desang, iymon etgankin men o'ylash baqay deb oxirsida Rasulullohning huzuriga kelib iymon etdi, ikkisi to'y qildi. Shunda baxtlik turmushga tushirdi. Talha radhiyallohu anhu islom uchun nihoyat zo'r xizmatlarni ko'rsatdi. Demak, mana bu onamizdek islom musulmondachiligini ching tutishimiz kerak. Shuning Qur'oni Karimda wala abdun bir qul, musulmon qul, imonsiz odam qandoq oliy darajalik, oliy nasablik, boy katta isi bo'lib kelsin, musulmon qul yaxshi deb Alloh subhanahu va taolo bizga shunday buyuryapti. Shuning uchun birinchi shart musulmon bo'lish kerak. Yigitlarda tepilish zarur bo'lgan ikkinchi shart bo'lsa, solih bo'lish kerak. Ya'ni tuz yo'lda mangdigan odam bo'lish kerak. Fosiq bo'lmasligi kerak. Ko'ch-ko'chlarda lag'aylab yuradigan, uya ayshratlardan o'zini yig'magan odam bo'lmasligi kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastavud. Ya'ni mu'min bilan fasiq, mu'min fasiq o'xshamdi. Hargiz ikkisi o'xshash emas deydi. Har qanday musulmon solih bo'lmaydi.
Nurgun adamlar namaz, zakat zakat berdi, namoz o'qiydi, ro'za tutdi, lekin fasiq. Eyshratga berildi, o'quvchida bo'quvchida lag'aylab yuridi, insof, vijdon yo'q. U solih degan gap insoflik, vijdonlik, to'g'ri yo'lda borgan odam deganlik. Hamda bu fasiq tegib qolsangiz, fasiqni loyiq tanlab qolsak, bu balalarimizning dadisi bo'ladi. Bunda ko'pincha holatda balla dadisini do'raydi. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam shuni hadis sharifida deydi: "Kullu mawlud yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Har qanday bir bola deydi. Har qanday bola islom ustiga tug'iladi. Ota-onasi ya buni Yahudi qilib tarbiyalaydi, ya Nasrani, ya'ni Xristian qilib tarbiyalaydi, ya Majus otaşbas qilib tarbiyalaydi dedi. Demak, ota-onaning balaga bo'lgan ta'siri nihoyat muhim. Chunki bola cho'ng bo'lganda oldida ota-ona o'rnak qiladi. Shular nim shuni qildi. Shuning uchun qiz yigitlarimiz buni diqqat qilish kerak. Bir odam kelib Hasan al-Basri rahmatullohi alaydan işte qizimga bir necha elchikadi, qaysiga bersam bo'ladi desa, Allohdan qo'rqadigan solih odamga ber. In ahabbaha akramaha deydi. Va in abghadaha lam yuzlimha. Agar taqvo solih odamga bersam, bu yaxshi ko'rib qolsa qizingni nat izzat ikrom bilan ayol qiladi. Agar yaxshi ko'rmay qolib qolsa, zulm qilmaydi u. Chunki solih odam degan vijdonli, insofli, to'g'ri, durust odam. Shuning uchun yaxshi ko'rmay qolib qolsa, yana insof bilan zulm qilmaydi degan. Umar radhiyallohu anhu shunday deydi: "Kimiki qizini fosiq odamga bersa, tuqqandochiligini uzvatdi" deydi. Ya'ni qiz bilan tuqqandochiligini uzvatgan bilan o'xshash deydi. Shuning uchun qizlarimiz mushu to'y qilgan chaqda mushu durust bo'lmagan, to'g'ri yo'lda mangmaydigan, ko'chalarda lag'aylab yuradigan mandaq odamlarga tegmaslik kerak. Bu umrlik bir ish. Qiyomatlik bir ish. Alloh subhanahu va taolo bizning mu'min, musulmon qizlarimizni mana bundan saqlasin. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 3-shart bo'lsa, bu yigitning moddiy va ma'naviy jihatdan to'y qilish imkoniyati bo'lishi kerak. Moddiy jihatdan deganimizda oz to'la iqtisodiy, ya'ni ultug'dak uy, mayli ijara uy bo'lsin, mayli ota-onasi bergan uy bo'lsin, ultug'dak uy bo'lishi kerak. Ikkinchisi shu ayolning og'rib qolsa doktorxona bordak, qishlig'i bir yoz vaqti kiyim eppagidak, bir o'tirhal turmushda bir azpaz qo'sig'ini boqqadak bir turmushda bir kirim manbasi bo'lish kerak. Yer olamdi, tijorat olamdi, xizmat olamdi, bir yerda ishlamdi, mushundaq ayolni baqalig'idak bir holatda bo'lish kerak. Endi qizning ota-onasi yordam qilmaydi, u bolaning ota-onasi yordam qilsin mayli, qanday bo'lmasin, osh ayolni baqalish shart. Chunki erning majburiyati ayolni qo'sig'ini, kiyimini, uyini chuqum ash atrofidagi o'zining shu ma'lidagi normal turmushga ega qilish erning majburiyati. Agar unda qilmasa, erning ayolni boshqarish huquqi bo'lmaydi. Şun Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ya ma'şarash shabab men istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ey yoshlar guruhi, sizlarning moddiy va ma'naviy jihatdan to'y qilish sharoitingiz hozir bo'lsa, chuqum kechiktirmay to'y qilinglar degan. Agar sharoitingiz hozir bo'lmasa, ro'za tutib sabr qilinglar degan. Rasulullohning qishig'a Fatima bint Qays degan ayol sahabi maslahat so'rab keldi. Ya Rasululloh, meni Muaviya bilan Abu Jahim to'y qildi deb kelibdi. Qaysidan to'y qilay debdi Rasululloh. Muaviya bo'lsa bu yalang to'sh, ya'ni sizni boqqida hali yo'q, undan to'y qilmang. Ma Abu Jahim bo'lsa quldan tayog'i tushmaydigan odam, xotinni bak urdi, undan to'y qilmang, ma Usama bilan to'y qiling deb, ya'ni Rasululloh Muaviya bilan to'y qilishni to'sgan. Endi ma'naviy jihatdan deganimiz,
ma'naviy jihatdan deganimiz mush ayollarningki masalan er kasal bo'lmasligi kerak. Shu ayolga ziyon yetkazadigan kasaldan xoli bo'lish kerak. Mayli u yuqumliq kasal bo'lsin, mayli jinsiy erlik kasal bo'lsin, ayol uxsa rozi bo'lmaydigan yoki ayolningki ehtiyojidan chiqolmaydigan kasaldan xoli bo'lish kerak. Bu ma'naviy imkoniyatimiz shu. Shuning uchun qizlarimiz mush masalasi kelgan vaqtida mana mush shartni hozirlagan yigitlar bilan to'y qilish kerak. Chunki turmush reallik u tatliq gap, hikoyaga o'xshamaydi. Bu shart tepilish kerak. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 4-chi shart bo'lsa, shu yigitning oila kelib chiqishi. Endi bu yerda oilasining bir dindorligini, diyonatlik kishilar ekanligi muhim qarindoshlar. Oila tarkibi qandoq kishilar? Siz qandoq oilaga kelin bo'lib kirasiz? Siz balliq bo'lsangiz, mush muhit cho'ng bo'ladi. Endi bu siz tayyormoqchi bo'lgan yigitmi, shu muhitning, shu maktabningki o'quvchisi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo inna akramakum indallohi atqakum. Allohning dargohida eng obro'li kishilar taqvodor kishilar degan. Shu oilaningki, oila tarkibi, qandoq odamlar sizning bir izzat hurmatingizni qilib, sizga bir dasturxon tashlaganda bir izzat hurmati bilan manda bir palani pustani degdak eg'ziq chiqadak bir 15 odam kelib, mandaq bir sizni dadingizdan so'ramdi. Ya bo'lmasa g'ibbidilam ya dadasining tayini yo'q, ya onasining tayini yo'q, ya tuqqanlarning tayini yo'q, chiroyli gaplar bilan g'ibbid aktiv g'ibbid to'y qilgan mandaq ahvol bo'lib qolsa, bizning dinimizda qizbak ulug', qizbak hurmatlik. Uni to'y qilgan chaqda cho'qim uning hurmati, izzati bo'lish kerak. U bulunda, bu bulunda, tamning oqisida 3 odam bilan to'y qildi ish, bu taz yaxshi emas qarindoshlar. Bu chaqda bu qizlarning hurmat bo'lmaydi. Bu qizlarga igi chiqmaydi agar bo'zi ketilsa. Mana bunda bo'lgan oila çok ishtik vayron bo'ldi. Nurg'un tajribalarimiz, ko'rgan ishlarimiz buni isbotladi. Nayto beriblam atalmış bir mollani qashg'arib nikoh qilib qo'yslar. Ya bir tuzuk dasturxon ko'tarib kelmagan, bu qizni so'rab kelgan chaqda bir yo'g'on darvozasidan kirib so'ramagan, u bu yerda bulung tepish qilib to'y qilgan. Demek aile kelib chiqishi, aile tarkibi bak muhim. Nima uchun muhim? Ailening inoq bo'lishi, mangu bo'lishi uchun qarindoshlar. Chunki tayini yo'q to'y qilgandan keyin birdamdil ajrashib, ya'ni bir piyola choy ichgandan to'y qilib, bir piyola choy ichgandan ajrashgan gap. Dinimiz bu ailening to'y qilib ajrashishni dinimiz yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun oila tarkibi, oilasida bir tilga chiqadak erlar qanchalik, analar, inillaricho. Chunki bu oy kirgandiki siz tuqqan bo'lsiz, qarindosh bo'lasiz. Sizning bolalaringiz shularni cho'ng bo'ladi. Bolalar cho'ng bo'lsa, ular tag'is bo'ladi. Shuning uchun mash oila kelib chiqishi dinimizda muhim masalalardan biri qarindoshlar. Yigitda tepilish zarur bo'lgan 5-shart bo'lsa, chiroyli bo'lish. Güzel bo'lish. Hamda biz güzellik haqida so'zildik, bu güzellik degan bir nisbiy ish hamda. Men güzel deganda boshqalar güzel demaydi. Boshqalar güzel deganda men güzel ko'rmaydi. Bu bir nisbiy ish. Lekin shu qiz yigitni tanlaganda o'zcha men xil qamlashgan chiroy jihatini bo'ladiganni tanladim degan odamni tanlash kerak. Mushundaq yigitni o'ziga erlikka tanlash kerak. Chunki insonda hammamiz bilamiz, insonning tabiiy xarakterida chiroyli narsani yaxshi ko'rish bor. Chiroyli uylarni, chiroyli kiyimlarni, chiroyli manzarlarni, chiroyli ko'rinishlarni va chiroyli odamlarni ko'rsa har bir odam xursand bo'ladi. Bu insonning tabiatida bor. Shuning uchun shariat buni e'tibor qilib, mana bu yigit qiz o'g'ilda bo'lish tegishli shartlardan birini qildi. Men dedim bu nisbiy ish. Bu chiroyli go'zallik nisbiy ish. Sabit ibn Qays radhiyallohu anhuning ayoli Rasulullohni qarshi keldi. Ya Rasululloh,
Men bu sabitning dini to'g'riliq bir narsa demayman. Bu dindor odam, axloq to'g'riliq bir narsa, bu axloqli odam. Lekin men bunlar uy tutamayman dedi. Rasululloh unda bo'lsa to'yliq qolgan bog'ni qaytarib beramsizman, qaytarib beray. Ajrashib ketadi dedi, ajrashtiryapti. O'lim olmishada shu ayol shu odamning chiroyini yaratmagan deganlar bor. Ya'ni chiroyini yaratmagan. Umar raziyallohu anhu oldiga bir qotil qizni keltirildi. Qarasa qiz 18 yosh. Bu kimni o'ltirgan? O'zining erini o'ltirgan. Eri 70-80 yosh. Shuna Umar raziyallohu buni qarab, xapolab, "Ayyuhannas, ittaqulloh." Ey insonlar, Allohdan qo'rqinglar. Erlarmi o'ziga mas keladigan qizlar bilan to'y qilsin. Qizlarmi o'ziga mas keladigan qizlar bilan to'y qilsin. Ya'ni mayli yosh jihatdan, chiroy jihatdan, hamma jihatdan bir-biriga mas keladigan bilan to'y qilinglar degan. Chunki mishada qotillikninki mana ash mas kelmaydigan ikki er ayolning to'y qilishdan kelib chiqqanlikdan Umar raziyallohu shunda degan. Shu Umar raziyallohu nima deydi? Sizlar la tunkihu fatayatikum ala rajulin qabihul hay'a deydi. Nayt siz o'zingizning qizlarini satqinlashmagan erlarga to'y qilib qo'ymanglar. Chunki qizlarmi erlar nimani yaxshi ko'rsa, qizlarmi shuni yaxshi ko'radi. Ya'ni yigitlar siz chiroqni yaxshi ko'ramsizlar, qizlar chiroqni yaxshi ko'radi degan. Shuning uchun dinimizda ayollarning erlarga, o'zining erisiga yasinishi savobliq va shariat buyurgan ish bo'lsa, erlarningmi ayollarga yasinishi buyurilgan ish. Chunki Ibn Abbas raziyallohu davomli tishini cho'tkalab, og'zini purab qolmasin deb davomli yaxshi kiyimlarni kiyib, sallasini chiroq yo'gab, chochlarini chiroq talab ayollarni qishirgan. Nima uchun bunday qilsa desa, biz nimani yaxshi ko'rsak, ayollarimiz shuni yaxshi ko'radi deb. Shuning uchun qizlarimiz mush e'tiborni nazarda tutish kerak. Yigitlar tepilish zarur bo'lgan yana bir shart bo'lsa, bu yigit ong saviyalik bo'lish kerak. Bir oilaning mas'uliyati ustiga tushadigan yigit aqli shu joyda, ro'yi holati normal, ish harakatlari o'rinliq bo'lish kerak. O'zininki ahvolini, o'zi yashayotgan sharoit, muhitning siyosiy, ijtimoiy ahvollarini tushungidek saviyaga bo'lish kerak. Turmush degan issiq sovuqdan xoli emas. Hayotlik yo'li o'ydong'urlikdan xoli emas. Endi salomat mushu issiq sovuq kunlardan, o'ydong'ur yo'llardan oilani salomat o'tkazish uchun chuqur saviya talab qildi. Yana kelib bu hayotlik degan ayollik hayot degan yeb ichish, uxlashdan iborat emas. Odamda bir ma'naviy turmush bo'lish kerak. Oilda chuqur bir g'oya, nishon bo'lish kerak. Bu nereden keldi desa, shu ayolning madaniyat safa saviyasidan keldigan gap. Endi bu safa madaniyat nereden keldi desa, ilm ma'rifatdan keldi. Biz bu kishilarningki safa madaniyatini, biz tegmoqchi bo'lgan yigitning safa madaniyatini bilmoqchi bo'lsak, ong saviyasini bilmoqchi bo'lsak, o'qiganmi, oilasi bir ilm ma'rifat oilasimi, buning qarab bilamiz qarindoshlar. Agar safosiz, ongsiz, saviyasiz odam bilan to'y qilib qolsak, bu turmush bosh og'riqdan, nurg'un ko'ngilsizlikdan faqat xoli bo'lmaydi. Hatto ba'zi ahvollarda men shunday bir voqelikni gazetda o'qib qoldim, Saudiyada bo'lgan ish. Bir yigit to'y qiladi. To'y qilgan chaqda buning og'illari chaqchaqilab, uni deb, mush ayolni zodi davomli gapimga unusun desang, to'y qilgan kundan qattiq bir 3 kishini selabatsan, shuning bilan Allohni aytib qattiq yaxshi bo'lib gapanlar bilan bo'lib ketadi desa, deganda bu yigit shu to'y qilib uy kiriblam, og'iz bundan bedamda qon ketkizib, nurg'un bir vaqaliklar bo'g'aliqni kezdi anglagan. Bunda ahvollar bo'ladi. Ba'zi odamlar sen xotinini ura olamsa, uramamiz deb urib turadigan, sen xotinini uni qildira olamsa, buni qildira olamiz deydigan, mushundaq ahvol chaqchaq gaplarga ishinib, haqiqatan shuni qildigan odamlar chiqdi. Aqli shunda oddiy, mushundaq bir noiti galvan aqli shu joyda emas odamlar, demak sizga yaxshi bo'lolmaydi. Endi siz buni qandoq bilish, buningki saviyasini qandoq bilamadingiz? Bu kishiningki
tarjim hali nimish qilgan, bir ilm ma'rifat bilan shug'ullanganmi, oilasi tarbiya ko'rgan ayolmi, bu yigit ma'lum bir ustozlarni tutib tarbiya olganmi deb yoki mushu atrofimizda bo'layotgan ishlar, masalan hozirgi musulmonlarning boshiga kelgan ishlar, hozir musulmonlar qanday qilish kerak, hozir mana iqtisodiy krizis qanday qilish kerak degan muayyan savol, muayyan bir tema haqida paranglish orqali safasini bilgil bo'ldi. Bir qatim tushunamsak, bir ikki qatim paranglashib, uch qatim paranglashib, muayyan bir temada paranglish jarayonida bu yigitning gap so'zlari, ish harakatlari, ahvollaridan bu yigitning saviyasini bilgil bo'ldi. Bu oil degan bir muassasa. Endi bu muassasani gullandirib, baxt, saodatlik bir muassasaga aylantirish, bu muassasadagi a'zolarni xo'shal xoram yoshitish uchun bu yigitning chuqur ma'lum darajada ong saviyasi bo'lishi kerak. Güzel axloq. Endi bu güzel axloq dinimizning javhiri. Her bir musulmondagi bir zinat qarindoshlar. Biz güzel axloqsiz dinni tasavvur qilish mumkin emas. Dinimizde axloq hech qanday bir dinning hech bir qismidan ayrilanmaydi. Axloq tevhidden ayrılanmaydı. Ahlak namazdan ayrılanmaydı. Ahlak zakattan ayrılanmaydı. Ahlak hacdan ayrılanmaydı. Ahlak dinimizde hiçbir nersede ayrılmaydı. Hatta şununla La ilahe illallah'ını samimiyetle diyen adam cennet kirdi diyen. Mana samimilik ahlak kardeşler. Namaza kelsek inna salat tenha anil fahşai vel munkar. Namaz mahiyette namaz okuyan adam ne? Ahlak yetmeydiğin iş hareket ve gap sözden tusudu dedi. Hem bir hadis-i şerif Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem innema etekabbulus salate men mahiyette şundak kişilerin namazını kabul kılman ki o kişiler Allah'ın uluğluğunu his kılgan, yetim yısırlarının beşini sılgan, başkalarına hakavurluk olmayan, ve lem yesete ala halk edip. Demek ahlak hiç bir nesne. Ramazan'da roz doğruluk mu? وَمَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ زُرْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Eğer siz yalgancılığını taşlamışsınız, Allah rozunuza ihtiyacı yok derdi. Roz tutqa adam başkalarından uruşmusun. Roz tutqa adam avazını kötürüp yapmışsın. Hacgıva adam başkalarından cidalleşmişsin. Set yapmışsın. Ahlaksız iş hareketlerini yapmışsın deyip dinimizde meyle soda kılan, yani naiti mulayimlik bilan bir narsa setib olgan, mulayimlik bilan bir narsa satgan, mulayimlik bilan qaz söylegan odam deb bütün ishlarimizda bu islom dinimiz axloq eng muhim. Shuning Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aksar ma yudkhilun nasal janna al xuluqul hasan. Kishilarni eng jannatga kirishga eng ko'p sabab bo'lgan narsa axloq degan. Va amilun nas bi xuluqin hasan. Kishilarga go'zal axloq bilan muomala qilinadi degan. Shuning uchun bu tanlagan yigitde ahlak bulmaydıken sizin hayatınız bu yigit bilen çukum muş dünyanın dozuğu ötkendek gidiyor. Ahlak bek mühim. Bunu sal qarmaslık gerek. Ahlakı nereden bilmez? Gap sözüden, iş hareketlerinden, siz bilen boğan muamelesinden, qaraşlardan, haya qilishlardan, ailesinden kilip çıkıştan, bu yigit bira ustozlarning, bira olimning qo'lida axloq tarbiyasi olganmi? Mushundan qarab tarab, buning axloqini bilamiz. Buningga qizlarimiz qat'iy sal qaramaslik kerak. Bo'lib bu nurg'un odamlar va ko'chaga chiqsa shunda axloqliq, uy kirsa boshqa bir odam. Shuning qizlarimiz o'tkir ko'zlari bilan inch kuzatish orqali bu masalani chuqum shuning axloqiga xotirjam bo'lgandan keyin anandan keyin to'y qilishga qo'shilish kerak. Yigitlarmi qizlarning pokiz bo'lishini yaxshi ko'rgandek, qizlarimizmi o'zining yigitlarining pokiz bo'lishini yaxshi ko'radi. Uningki og'izdan sesiq puroq kelsa, paypoqlari burab tursa, qo'ltiqlari purab tursa, badandan terning puruq kelib tursa, bu bo'lmaydi qarindoshlar. Dinimizdagi pokizlikning o'rnini hammamiz bilamiz.
Pokizlik imonning yerimi, pokizlik imonning jumlasi. Namoz o'qish uchun badan pok bo'lish kerak. Namoz o'qiydigan o'rin pok bo'lish kerak. Hammamiz bilamiz, kiyim pok bo'lish kerak. Shuning uchun qizlarimiz mana to'y qilgan vaqtida shu yigitlar misvakni ishiltamni ishlatmamdi, tishini cho'tkalamni cho'tkamamdi, paypiqini yuvib kiyamdi, kiyimi ratlikmi, mushunga sapsalish kerak. Chunki bu oilada mush pokizlik bir odat qilib yetildirilmagan bo'lsa, buning odatni o'zgartirish tez. Shuning uchun qizlarimiz, musulmon qizlarimiz bunga diqqat qilish kerak. Shuni bir eskartib qo'yay. Bulubmi mush ig'izninki tozligi, qo'ltiq bu shaxsiy tozliqni yaxshi qilgan bo'lsa, demak bu pokiz. Buni qarablar bilgili bo'ladi. Hamda mush tamaki chekadiganlar. Hammamiz bilamiz, tamaki chekmaydigan odam uchun ishning ulug'deklar bo'raydimdi. Shuning uchun musulmon qizlarimiz tamaki chekadigan yigitlar bilan to'ylashmaslik kerak. Oldi bilan bu tamaki haram dinimizda. İkincisi bu tamaki oilamizningki sog'lomligiga ig'ir ta'sir yetkazdi. Sizni zaharlaydi, bolalaringizni zaharlaydi. Ondan og'izdan ses puraydi. Men bir necha qatam mushaqda ayollarning shikoyat qilib kelgan. Erimizga deb bulanmadikmish tamakani tashlagan bo'lsa, nima uchun buningda bu chekka adam uxmagan bilan chekmagan adam nisbatan uning iskirib ketsa bir azob. Onandaki bunun ig'izdan chiqqan puraq odamni seskandirdi. Shuning qizlarimiz mush yigitlarning tozligiga qarash kerak va yigitlarimiz o'zida mushu pokizlikdan radlikni boradi xislatini yetildirish kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam mush og'izning pokiz tutish uchun laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak. Ümmetimge tasavvuf kılamak desem ben ıgız tazlaşını fariz kılıp etken yani namaz fariz olganek fariz kılıp etken bulattım deydi kardeşlerimiz. Şunun için kızlarımız mı muş meseleken çağda obdan dikkat kılış gerek. Bu mu jigitda tepiliş zürür boğan şartlarının birisi. Bek yakın tuqqan bulmasılık dedik. Bunu biz aldığın dersimiz sözüldük. Bunun iki xil zeyni var kardeşler. Birisi ictimai cihetten, birisi tibbi cihetten. Tibbi cihetten zeyni bu bek yakınla tuqqanla toyqısa, bu dadı cihetten, atı cihetten bek yakınla toyqısa, balları her xil eğitmek doğuludu. Buna Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte bayan kılgan. Sizler bek yakınla toyqımanla, ballarına aciz eğitmek olup kaldı. Ömer radıyallahu anh'ı İğtaribu jiraqdan to'yqinlar balalarning ajiz tug'ilmasi. Ya'ni bir xil irsiy kasallik baladan balaga yo'tkildigan mandaq bir ahvol bor. Hamda ijtimoiy jihatdan deganimiz biri tuqqan bilan shunda yaxshi o'tayotgan tuqqan bilan qudilasak, to'ylasak, agar qiz yigit kelishamay qolsalar tuqqanlarni ayiribsizlar. İkincisi biz amalbaş sırt bilan jiraqlar bilan to'y qilsak tuqqandajlik dairesini kenirdi, tuqqanlarımız avuydu. Bu nayet dinimizde yaxshi, shuning uchun to'yqanda bek yaqin tuqqan bo'lmasi kerak. Lekin axloq yaxshi bo'lib, isla adam qolsa to'y qilsa ham bo'ladi. Bu dinda cheklangan ish emas. Lekin Rasululloh bizni mushqa targ'ib qilgan. Mushu yaqin tuqqan bo'lib qolmaslikqa Rasululloh nasihat qilgan. Rasululloh nasihatini anglasak texi yaxshi. 10-chi ish bo'lsa, shu so'ygu masalasi qarindoshlar. Biz bu haqda oldingi darsimizda to'xtaldik. Alloh subhanahu va taolo mush halol ayol bo'lsa, bu ayoldimi shu musulmon qizga loyiq suhbatlar tepilsa, yigitdimi musulmon yigitga loyiq suhbat tepilsa, bular halol ayol bo'lsa, Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu ikisinin o'ttirsida muhabbet paydo qilganligini Qur'oni Karim dedi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Allah o ikisinin yani halal ayolni o'ttirsida bir xil muhabbet sevgini paydo qildi dedi. Bu yerda Allohning qildiganligi aniq. Sevgi, muhabbet halal nikohdan kim bo'ldi. Lekin to'y qilishdan burun qizlarimiz
yigit bilan suhbatlashish jarayonida bir necha masalaga diqqat qilish kerak. Bu yigitning oilasida ayollar hurulnamdi yoki ayollar hurmatlanamdi. Aç singlis bo'lsin, onasi bo'lsin. Bu yigitning onasi bilan, och singlari bilan bo'lgan aloqasi qandoq? Bu yigit qizlardan muayyan bir pozitsiyada bo'lganmi? Masalan, suhbat janida onasi bilan bo'lgan muomala qandoq? Onangiz qandaroq ayol desa, onamni ko't-ko't davomli dadam bilan bir narsa eshitdi, dadamni ochig'ini keltirdi deb, yana onasini bir xil yaxshi ko'rmaydigan yigitlar bo'lib qolsa, demak masala bor. Och singillari bilan aloqasi yaxshi emas bo'lib qolsa, buni ham diqqat qilish kerak. Bu xildagi erlar, bu xildagi yigitlar ayollarni xo'rlab qo'yish ehtimoli zo'r. Ondan keyin qizlar suhbatlashish jarayonida yigitlardan o'zining muhim planlari, sizning muhim planingiz nima, qanday qilmoqchi deb shunda so'rag'a vaqtida zodi bu yigitninki shu muhim ishlarining qatorida oila qurish, balliq bo'lish, baxtli oila qurish, ayollarni sayohatga olib borish yoki hajga olib borish, ayollarni o'qitish degandek shu yigitning muhim ishlari qatorida hayotida bir qiz ayol bormi, yo'qmi, bunga ham diqqat qilish kerak. Mana bunda bo'lgan vaqtida bunda yigitlardan cho'qim inshaalloh halol nikoh bo'lsa, muhabbat cho'qim keladi. Bulib qizlarga deydigan eng oxirgi gapim, qizlar sizlar cho'qim o'zinglar yaratgan, ota-onanglar rozi bo'lgan kishilar bilan to'y qilinglar. Cho'qim aldı bilan sil yaratgan bo'linglar. Ikkinchisi ota-onanglarmi cho'qim shuningdan shu yigitdan rozi bo'lsin. Chunki islomda vali degan gap bor. Endi bu sil to'y qilib ziyon uchirsanglar, bu ziyon sildan tugmaydi. Cho'qim buning ziyoni ota-onanglar tegidi. Shuning uchun cho'qim ota-onanglarmi bu to'yga qo'shilish kerak. Ikkinchisi, men yigitda bo'lish tegishli shartlarni dedim, 10 shartni dedim. Eng muhimi dini bilan axloqini bakchang tutinglar. Qolganni qo'shimcha qatorida ko'rib, din bilan axloqi hammadan muhim. Chunki Rasululloh hadis sharifda man ja'akum iza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu. Agar dini jihatdan yaxshi bo'lsa, axloqi jihatdan yaxshi bo'lsa, chuqum to'y qilinglar, qizlarni beringlar deb Rasululloh buyurgan. Qizlarimiz dini jihatdan, axloqi jihatdan yaxshi bo'lsa, qolgan xislatlar jiq tepilmasa yoki uning numeri 5, 6 bo'lib qolsa-mi, bu ikki xislatni hammadan burun asosli o'lcham qilinglar. Qolganlarni qo'shimcha o'lcham qilinglar. Uchinchisi, siz to'y qilgan chaqda chuqum sizlarni hurmatinglarni qilib, ota-onanglarni oldiga kelib, mushundoq so'raydigan odam bilan to'y qilinglar. Tamning oqisida u yerda ko'rishib olib, yo qechib ketib, bu shariatda numussizlik hamdi. Bu musulmon odam qechib ketib to'y qilmaydi. Lekin ba'zi qizlarimiz u yerda bu yerda otasi o'qtirib, dadasi o'qtirmay, onasi o'qtirib, akasi o'qtirmay degandek mushundoq to'y qildash, buni qilmanglar. Chunki sizlar biz musulmonlar uchun ona, sizlar jannatning darvozasi. Sizlar bizning onamiz, jannat onlarning ostida. Sizlar bizning ayolimiz, sizlar bilan bizning dinimizning yerim turuqlangan. Sizlar bizning och singillarimiz. Yaxshi tarbiyalasak, sizlar sababli jannat kiramiz. Sizlar agar sizni beqib cho'nqilicharida ulab ketsanglar, yana jannat kiramiz. Shunda bir ulug' kishilar sizlar. Sizlar jamiyatning yerim bo'lsanglar, jamiyatning qolgan yerimini sizlar tuqqan. Shuning uchun sizlarning izzatinglarni, hurmatinglarni qilib, oilangizdan so'rab, to'g'ri kelib, Rasul Qur'onning o'lchimi, Rasulullohning sunnati bilan izzat, hurmatinglarni qilib, so'rab kelgan odam bilan to'y qilinglar. Alloh subhanahu va taolo hammanglarni baxtli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.